Dargo'yimiz sizlar bilan raspakovka qilamiz. Ko'ramiz rasmdagi bilan bir xil chiqadimi yoki yo'qmi. Shu olchali ko'ynakni prям rasmda ko'rib sevgandim. Hayotda undan ham chiroyli ekan. 10 dan 100 baho. Pinterest modeldagi pijamamizni shortikli materiallari shunaqangi yumshoqqina bu toshli ko'ynakga o'xshayapti deb tez raspakovka qilib ochib tashladim. Bejviy har xil ranglari bor, rozoviy, qora ranglari bor. Ko'pchilik qizlar bunga oldindan pul ham to'lab qo'yishgan edi. Juda ham zo'r model, yonib turadi ustinglarda. Keyingi modelimizdan rosa o'ylagandim, shunaqa keladim rasmdagi bilan deb. Juda ham zo'r keldi. Ayniqsa kачестволari yumshoqqina, eng qizig'i qizlar ichida lifchigi bilan. Silikonimizda hammaga kerakli narsa tugab qolgan edi. Shunaqa Pinterest modeldagi pijamamiz maykali, pasti kilotli, juda ham zo'r kачествоda keldi. Shortiklar ham e'tiborganman qizlar, ko'rsanglar bo'ladi. Bularning ham kачествоsi yaxshi keldi. Shunaqa qora paketlarni ochish yoqadi-da. Bu yoqda mayichkamizga kiygan yumshoqqina, har xil ranglari bor, razmerlari standart, eng muhimi pampushkali ichida. Podpiska tashlab qo'yish esinglardan chiqmasin, chunki yo'qotib qo'ysanglar bunaqa magazinni boshqa topa olmaysizlar, chunki eng sifatli neobechniy Pinterest modeli shu magazinda